o'quvchilari, sizlar bilan ingliz tilini noldan o'rganishni davom etamiz. Va'da qilganimizdek, bizning ikkinchi darsimiz to be fe'li haqida bo'lib o'tadi. Demak, sizlarga iloji boricha oson va tushunarli qilib tushuntirishga harakat qilaman va yana bir marta eslatib o'taman. Ushbu darslarimiz ingliz tilida umuman darajasi yo'q insonlar uchun boshlang'ich bilimlarni beradigan fundamental darslar. Demak, biz boshlaymiz. Hi everyone, welcome to our second lesson. Today we will learn about the most important verb in English. It's to be. The verb helps you say what something or someone is. Demak, boshlaymiz. Bu to be fe'li bizga nima uchun kerak? Ana quyida ko'rsatib qo'yilganlarga qaraymiz. Biz o'tgan safar darsda o'rgangan edik kishilik almashlarini. I, she, he, it, they, we, you. Barchalaringiz o'tgan safar birinchi darsimizda ushbu kishilik almashlarni o'rganib olganinglar. Endi to be fe'li hozirgi zamon shaklida qanday foydalaniladi? I am, she is, he is, it is, they are, we are, you are. Mana bunaqa grafik shaklda ham ko'rsatib qo'yganmiz va buni alohida rang bilan bo'yab qo'yamiz sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Endi hozir bularning har bittasiga bittadan misol keltiraman sizlarga yanada tushunarliroq bo'lishi uchun. Misol uchun o'tgan safargidek I am a student. She is a student. She is a student. He is a teacher. It is a book deymiz. Solution, they are doctors. We are happy. Okay, you are my friend. Mana ko'rib turibsiz, har bittasiga bittadan misol keltirdim. I am a student. Men talabaman. She is a student. Endi bu qiz bolaga nisbatan aytilyapti. U talaba. Bu o'g'il bolaga nisbatan aytilyapti. U o'qituvchi. Bu narsa va predmetlarga nisbatan it is a book. U kitob. Endi bu ko'pchilik kishiga nisbatan, masalan, ikkita yoki undan ortiq bo'lgan ular. They are doctors. We are happy. Biz xursandmiz, biz baxtlimiz. You are my friend. Siz meni do'stimsiz yoki sen meni do'stimsan. Mana ko'rib turibsiz. I ga am, she ga is, she, he, it ga is, they, we, you ga are ishlatiladi to be fe'li hozirgi zamon shaklida.
Menimcha juda ham oson tushuntirish bo'ldi deb o'ylayman. Endi buni inkor shakllarini ko'rib chiqamiz. Xuddi shunga. Inkor shaklida I am not student. She is kechirasizlar. Endi inkor shaklini ko'rib chiqamiz. Mana I am not a student, she is not a student, he is not a teacher, it is not a book. Inkor shakli. Ajratib qo'y, adashib ketmasliklaring uchun. They are not doctors. We are not happy. You are not my friend. Mana bu inkor shakli bo'lsa, endi inkor shaklini hozir men sizlarga yana bu inkor shakli, endi inkor shaklini qisqartma shakllarini ko'rsataman. Bu hozir to'liq shakli. Adabiy ingliz tilida shunaqa yoziladi endi. Qisqartma shakllarida ham yozish mumkin, lekin akademik yozuvlar yozayotganda qisqartma yozuvlarni yozish tavsiya etilmaydi. Yoki mana bunday yozsa ham bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz. I am not a student, she isn't a student. Bu qisqartma shakllari. Hammaga tushunarli bo'lyapti deb o'ylayman. Keyingisi mana ko'rib turibsiz. They are not doctors, they aren't doctors, we are not happy, we aren't happy, you are not my friend, you aren't my friend. Mana bu hammasi inkor shakli, inkor shaklini qisqartmalari, yonidan yozilganlari. Mana bu to'liq inkor shakli, bu qisqartmasi. I am not, she is not, he is not, it is not, they are not, we are not, you are not. Qisqartmasi I am not, she isn't, he isn't, it isn't, they aren't, we aren't, you aren't. Hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi savol shakli, so'roq shakli. So'roq shaklida to be oldinga chiqadi. Misol uchun Am I late? Men kechikdimmi? Am I late? Men kechikdimmi?
Is she a student? Is he a teacher? Is it a book? Are they doctors? Are we happy? Are you my friends? Mana hammalaring ko'rib turganlaringdek so'roq shaklida to be oldinga chiqadi. Ko'rib turibsiz. Hozir sizlarga buni ham bitta tushuntirib, hammasini tarjimalari bilan keltiraman. Mana to be oldinga chiqadi so'roq gap tuzishda. Am I late? Men kechikdimmi? Is she a student? U talabami? Qiz bolaga nisbatan. Is he a teacher? U o'qituvchimi? O'g'il bolaga nisbatan. Is it a book? Bu kitobmi? Narsa va predmetlarga nisbatan. Are they doctors? Ular shifokorlarmi? Are we happy? Biz baxtlimizmi? Are you my friend? Sen meni do'stimmisan? Mana shunaqa qilib biza so'roq shaklini yasaymiz to be dan present gaplarda. Mana bu inkor gaplar va inkor gaplarning qisqa formatlari. Mana bu eng oddiy shakli. Hamma buni tushunib olgan bo'lsa, endi sekin savol javoblarga o'tamiz. Sizlarga hozir oson savollardan tuzganman. Javoblaringni videoning ostidagi kommentariyalarda qoldirishlaring mumkin. Mana birinchi 3 talik savol. He a doctor. They students. I from Uzbekistan. Men bu A, B, C variantlardan bitta qo'yishlaring kerak. Biz nima deb o'rgandik bu yerda? He is. Demak, B bo'ladi. They students bo'lyapti, yana B bo'ladi. They are students bo'ladi. I am bo'ladi. Shuning uchun A javob bo'ladi. I am from Uzbekistan. Shuning bilan sizlarga to be ni tushuntiradigan mavzuyimiz yakunlanadi. Kimda nima savollar va takliflar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishlaring mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling. Sizlarga ingliz tilini juda ham grammatikasini osondan oson qilib tushuntirish bo'yicha qo'limdan kelgan hamma narsani qilishga harakat qilaman. Demak, bizning keyingi mavzumiz nima bo'ladi degan savolga, keyingi mavzumiz, biz mana 2 mavzudan beri shuncha narsani o'rganib kelyapmiz. Keyingi mavzuyimiz artikl bo'ladi. Bizni eslab qolinglar, mana gaplarni mana o'rganyapmiz. Birinchi biz masalan kishilik olmashlarini o'rgandik. Endi to be ni fe'lini o'rgandik. Endi men bu nima degan savol tug'ilishi kerak desizlarda, men bu a qayerdan keldi? Keyingi mavzuyimiz bizni a and the artikellar bo'ladi. Darslarimizni iloji boricha qisqaroq qilishga harakat qilamiz. Biz bilan yaqin bo'ling. Qo'ldan kelgancha sizlarga yaxshi o'rgatishga harakat qilamiz. Keyingi mavzularda ko'rishguncha xayr. E'tiboringiz uchun rahmat.